Hi Lilies, bugun biz sizlar bilan juda ham qisqali bo'lgan video, ya'ni maktabga tayyorlanamiz. O'zim bu videoni 1-sentyabr olmoqchi edim, lekin hozir olgim keldi, shuning uchun let's go. Hozir penalimni tayyorlaymiz. Penalimni hali ochmaganman. Hozir ochamiz. Mana penal prosta o'z qoldi. Hozir bunga kerak narsalarni solamiz. Bitta ruchka, bitta shtrix, bitta pushti ruchka, o'chirg'ich bilan qalam ochadigan, bitta qora qalam, bitta qora ruchka, bo'ldi. Men bir xil narsalarni ishlatishni boshladim. Bloknot bezatdim chunki hozir bloknotimni ko'rsataman. Hozir bunga markerlar solaman. Markerlarni ishlatishni boshladim. Mana idishi. Mana markerlar. Bularni ham solamiz. Keyin mana bunaqa ruchka bor. Buni ham solamiz. Mana shunaqa kuchuvchali ruchka. Oddiy lineyka. Uncha to'lib ketdi. Mana shu manada penalim. Hozir sumka olamiz. O'z birinchi kunga menimcha ruchkadan boshqa hech nima kerak bo'lmasa kerak, chunki biz birinchi kuni faqat test topshiramiz, matematika, ingliz tilidan. Hozir mashinga penal solamiz. Keyingi kunga tayyorlaymiz-da buni. Hozir daftarlar solamiz. Ona til daftardan 2ta, matematikadan 2ta. Hozir 2ta bloknotim bor, uni ham solamiz. Endi bu kalonni ham solamiz. Shundan mos tushdi. Boshqa narsa kerak bo'lmasa kerak menimcha. Mana shunaqa sumka bo'ldi. Endi birinchi kunga nima kiyishni o'ylaymiz. Daftar ustiga obloshka qilish esimdan chiqib qoldi. Bizani obloshkali daftarlarimiz tayyor. Qizlar, video yoqayotgan bo'lsa like va podpiska va komment yozib ketishni ham unutmanglar. Bu bizga yordam beradi, ya'ni 2K bo'lishimizga. Va bizga hali kitoblarni berishmadi. Shuning uchun kitoblar solmaymiz. Hozir formamni tayyorlaymiz. O'zi hammani birinchi kunga formasi tayyor bo'ladi. Hozir nima kiyishimizni aniqlaymiz-da ish qilib. Birinchi kunga men qora kiymoqchiman. Mani yubkam bor. Bittasi birinchisi mana shunaqa keng, bunaqa keng kaltaroq. Ikkinchisi bo'lsa uzun, lekin ozgina bunday salgina bunday tekisda, anonsi bunday keng. Menimcha mana mashinasini kiysam kerak, uzunini. Chunki bilan kiysa qora kolgotka kiyish kerak. Men qora kolgotka kiyishni xohlayman birinchi kunga. Birinchi kunga mana shu ikkita chetida rezinkasi bor koftani kiyaman. Mana shunaqa oddiy. Ustidan mashinamchani kiymoqchiman. Men bu tumachalarni o'zgartirmayman deb o'ylayman. Mana mashinamchani kiyaman, lekin hali tufligim yo'q hozir. Biz bozorga borib olishimiz kerak tufli. Undan keyin hamma narsam tayyor bo'ladi. Ro'molim tayyor. Hamma narsam tayyor уже. Va bugungi maktabga tayyorgarligimiz tugadi. Keyingi video xudo xolisa birinchi kuni bo'ladi maktabda. Va men hamma narsam tayyor, tufligimdan tashqari. Va video kam bo'lib qolgan bo'lsa uzr. Sizlar like va podpiska bosib tursanglar, yaqinda maktabga birinchi kuni chiqadi. Hammaga bye.